O'zbeklar ogoh bo'ling. O'zbekistonda dollar va rubl kursi keskin o'zgardi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 30-aprelda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra yevro kursi 57,63 so'mga tushdi, 14,08,11 so'm bo'ldi. Rossiya rubli esa 0,62 so'mga pastladi, 159,64 so'mni tashkil etdi. Dollarning rasmiy kursi 54,41 so'mga pastladi, 11,974,20 so'm bo'ldi deyiladi xabarda. Jahonda va O'zbekda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.